Bir ko'ylagim bor edi, kiysa odam uyalar, chunki olmadek joyin yeb qo'ygandi kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj biriga. O'sha kuni shu kiyimim kirib chiqdi tushimga. O'tganmishman olamdan chorshanbaning tongida, turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida. Emishman hech narsasiz, na molim bor va na pul, ko'zlarimda dahshat u, qo'limda yirtiq kiyimim. Oh, u olov, u azob, qovurilarmush odamlar, qayta yonishib sovrilarmush odamlar. O't menga ham urarmush, yoqay deb yuz ko'zimni, shu teshik kiyimim bilan to'sarmishman o'zimni. Faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda, der emishman qaniydi kiyimim butun bo'lganda. Essizgina tiriklik, qursin kiyib yeganim, shumi yorug' dunyodan o'zimga olib kelganim. Kiyimlarim javonga sig'ib turardi arrang, uyimda qanchalari qolib ketdi attang. Bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo, oxirat sandig'iga tusharkan bu ming tillo. Yig'ib merosxo'rlarga qolib ketar molimni, o'ylamabman o'zimla olib ketar molimni. Yoshligimda har neni deyaversam meniki, onam derdi ey bolam, bergan narsang seniki. Kiyintirgin kiyinar, yedirgan yeydilar, birini kiysang birin ehson qilgin derdilar. Shosh derdilar yaqinda, muhtoj odam qolmaydi, sadaqa qilay desang hech bir odam olmaydi. Xoh yashirin, xoh oshkor, ehson qilgin ko'pmi oz, hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz.